Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz? Barchaga Ramazon muborak bo'lsin. Ajoyib xursandchilik oldi turibmiz inshaalloh. Eslaringizda bo'lsa 3 oy muqaddam Oltiariqda Oqbo'yrada bir oilaga uy qurishni boshlagan edik. Eski uylarni buzib yangi uy qurib berishni boshlagan edik. Xudo xolasa mana shu uy bitdi azizlar. Farzandimiz Muhammad Aziz hamda Mohchera farzandimizga shu uyni bitkizdik. Inshaalloh hozir mana shu Ramazon oyida ulug' kunlarda, ulug' daqiqalarda mana shu bitgan uyni topshirish arafasida turibmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir oila yo'lda kelyapti xudo xolasa va mana shu onasi bor, ikkita farzandi bor, otasidan ayrilgan. Mana shu oilaga xudo xolasa mana uyni topshiramiz inshaalloh. Uy nihoyatda yaxshi bitdi, chiroyli bitdi. Ichlarida sharoitlar juda ham a'lo darajada. Bitta oilani yashash uchun hamma sharoitlar bor inshaalloh xudo xolasa. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu narsani barchamiz qildik. Mana shu ekranda ko'rib turgan saxovatpesha aka, uka, opa, singillar, plastikka pul tushirib berganlar, Xudo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Qilgan ihsonlaringizni Alloh qabul aylasin. Mana shu har bir g'ishta, bu uyni bitgan uyni har bitta bo'lagida sizning albatta hissangiz bor va sizning niyatingiz bor. Go'zal qiyomatda ham bu dunyoda ham inshaalloh sizga berilajak ajr bor inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni oxirigacha kuzating, biz bilan qoling. Xudo xolasa bitgan uyni topshiramiz. Mana ichlardagi sharoitni ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bizga ishonch bildiring, doim biz bilan qoling. Xudo xolasa hayajonli daqiqalar. Hozir oilamiz kirib kelyapti, uyni topshiramiz. Xudo xolasa azizlar, men bu oilaga kelganimda may oyi edi, mana 1 yil bo'lyapti ekan. 6 oydan keyin uyni qurilishini boshlaganmiz. Birinchi kelganimizda bu uy nihoyatda nima deydi, yashashga umuman sharoit yo'q, mana o'zingizdan guvohsiz. Hatto mana opamizdan bir marta video tashladilar menga, shu yomg'ir yoqqanda tomdan shunaqa xuddi bir paqirda quygandaqa suvlar kirayotganini guvohi bo'ldik. Shundan keyin shu qaror keldiki, haqiqatan bu uyni buzib boshqa yerda qurmasa bo'lmas ekan. Umuman insonni yashashlikka sharoit yo'q ekan odam dedim. Keyin mana shu uyni boshladik. Xudoga shukr, alhamdulillah. Alloh taolo biz yuzimizni yorug' qildi. Mana shu uylar bitdi, mana sharoitlar qanday hozir ko'rasizlar. O'zingiz ham oshxona Muhammad Azizga, singlimizga bittadan yotadigan shu mebelchi akalarimiz ehson qilishgan, yotadigan, ya'ni o'sha divanlar bormi? Hamma sharoitlar bor inshaalloh. Bir inson 20 yil, 30 yil ishlab mana shunaqa uy qurishi mumkin. Lekin Alloh taoloning yordami bilan, saxovatpesha xalqimizning ko'magi bilan 3 oy deganda mana shu uyni demak vujudga keldi. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Duoda bo'lib turasizlar, shu homiylarimiz, aka-ukalarimiz bor, opa singillarimiz bor. Bu telefon orqali ijtimoiy tarmoqda ko'rib bizga ishonishib, demak domlani o'zi shu yerda bosh bo'layotgan bo'lsa, bu ish oxiriga yetadi deb bizga ishonishib, plastiklarimizga pul tashlab berayotganlar bor. Hammalarning haqqiga duo qilib turasizlar. Sizlardan iltimosimiz shu inshaalloh. Uy o'zlaringizga buyurib nasib qilsin. Bu uyda doim yaxshi kunlar, yaxshi damlar, yaxshi soatlar orzu havallaringizga yetib, to'ylar qilib, aqiqalar qilib shu xonadondan o'zlaringizga buyurib nasib qilsin iloyim. Mana farzandlarning ko'ziga qarang, qanday shirin Muhammad Aziz, Mohigula. Bu farzandlar xudo xolasa katta bo'lganda siz haqqingizga duolar qiladi. Shu xonadonda Qur'on o'qiydi, shu xonadonda namozlar o'qiydi, siz haqqingizga duo qiladi. Xudo xolasa juda ham go'zal yana bitta ishni amalga oshirdik. Biz bilan bo'ling, bizga ishonch bildiring, inshaalloh birgalikda bundan ham
go'zal ishlarni qilamiz. So'zimiz nihoyasida opaga iltimos qilgan bo'lardim, bir chiroyli homiylarimiz haqqiga chiroyli duo qilib bersalar. Ya Rabbil alamin, bizga yaxshilik qilgan jamiki bandalaringni Baytullohga, Ka'batullohga, Madina-i Munavvaraga chaqirgin. Habibimiz, Sayyidimiz, ikki olam sarvari Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ravzalarini ziyorat qilishlikni nasib qilgin. Shularida Habibimiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirib shafaat qildim sizlarni bandalar, ummatlarim, meni sevikli ummatlarim desin. Ya Rabbil alamin, bizga birni berganlarga mingni bergin, mingni berganlarga tumanni bergin. Bizga sarflaganlarini o'rnini chiroyli qilib, g'oyibindan, beminnatingdan, kelkelidan, ketmasidan berib to'ldirib qo'ygin. Ya Rabbil alamin, bizga qilgan yaxshiliklarini evaziga muborak kunlarning haqqi hurmatidan 7 pushtilaridan 70 pushtilarigacha, ota pushtilaridan ona pushtilarigacha o'zing mag'firat qilgin. O'zingdan so'radi ya Rab, o'zingning yo'lingda roziliging bilan farzandlarim bilan qilgan sabrlarimiz, ibodatlarimizni mukofotiga, muborak kunlarga yetkizding. Allohim, shu kungacha yuzimni yorug' qilding. Allohim, bundan keyin ham oxiratda ham yuzimni yorug' qilgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin.